To'rtinchidan, uni muomalasiz deb o'ylashadi. Aslida juda muomalali va opajon, jon og'zidan tushmaydigan qiz. Keyingi plyusi yo'q. o'sha oldiga keladi, misol uchun ichgan odam, boshqa narsa odam, o'shalarga o'zini qanaqa ko'rsatishni biladi. Endi kelib ana xodirlar bir narsalarni ko'rsatsa, ichadigan odam bor, ichmaydigan bor, uni ham to'g'ri qabul qilamiz. O'shalarga o'zini bundoq qilsa, internetda o'sha kadrlarni olib qo'yib qo'yishadi, odamlar agressiya, negativ bo'lib qolishi mumkin. Lekin aytmoqman, insoniylik jihati juda ko'p ularda. To'rtinchisi odam ajratmaydi. Beshinchidan, e'tiborli qiz. Har bitta narsaga e'tibor bilan yuradi. Kimga qachon tug'ilgan kun ekanligini juda yaxshi biladi va unutmaydi, albatta tabriklaydi va doim oldingi kelsa sovg'asiz kelmagan shu qiz. Juda e'tiborli qiz. Va keyingi 5-plyusi ularning yo'q. o'zini qanaqa tutishni biladi-de. O'sha ko'pchilik kuzatadi, jirkiydi, boshqa qiladi. Ko'rinish shunaqa, lekin yuragi toza u insonda. O'shaning uchun men insoniylik jihatini, misol uchun telefon qilib alo deb qo'ysanglar, akashim, haqiqiy insonim deb gapirib tashiydilar va shu erib ketadi-ku odam. Kim bilan qanaqa gaplashib, kim bilan qanaqa ishlashni biladi. Sammi glavni Xudo yuqtirgan. Hech kimni etagidan ushlab ko'tarilmagan. O'zi chiqqan, uni etagidan ko'plab ushlashib trend bo'laman degan. O'shaning uchun u narsani ham inobatga olish kerak. Beshinchisi bu yuragi toza inson. Xo'p, endi uni minuslarini sanaymiz. Birinchi minusi juda tez qizishib ketadi. Minus tomonlarini endi, minus tomonlari bor albatta. Ishonuvchan, juda ishonadilar. O'shaning uchun sevgida ham, do'stlikda ham, muhabbatda ham, boshqa narsada ham. Jamon Tarolni aytib turgan bo'lsak, birinchisi bu qizg'anchoq. Nodira Begim haqida men plus minuslarni aytaman hozir. Birinchi minusi odamlar mensimay pullarni otiyarib, PR qilib yurishi. Va qizishgan payt ikkinchi minus ulanib ketadi, eshitmaydi. Nodiraning minusi, uchinchi minusi nima bo'lsa? Yana bitta minus tomoni ko'p qiladilar, bilmayman, o'tmishdimi, oila tarzimi, hammada ham bor. G'amgin kun, boshqa narsa bor. Yuz kulib turgan bilan ichi yig'laydigan insonlar juda ko'p. O'sha tomonlarini ko'rsatmaydi deb ko'p gaplashganimizni aytaman. Ikkinchisi toshpo'r. Ikkinchi minusini aytaman. Kalta kiyib, bir nimalar qilib yuradi, o'zi bir nimalar yasab. Minusni ko'rmaganman-da qizig'im. Nodirani o'sha uchun o'ylanib qolyapman. Men uchun ikkita minus chiqdi faqat. Chunki jahli tez chiqib ketishini bilaman. Chunki gaplashganimizda u narsani sezganman. Ha, ba'zan qarorlarni o'zgartirib turadi. Bu uchinchisi, tez qaror o'zgartiradi. Menga tez qaror o'zgartirish yoqmaydi. Qolgani hammasi Nodirada zo'r. Boshqa hech qanaqa qilishning gapi yo'q bizda. Shu boshqa minuslarni bilmayman. Nodira Begim Kenjayeva, sizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Uchinchisi Gechirbayt. Uchinchi minusi ro'za kirdi deguncha birdan uranib, bitta gadaga sadaqa qilaman, gunohlarim yuvib ketadi deyishi. To'rtinchisi bo'lsa, yuragi tosh inson. O'sha Jamon Tarol.